Farzandingiz kechasi tish g'ichillatyaptimi? Ishtahasi yo'q, vazni ham kamayyaptimi? Bu oddiy charchoq emas. Bu gijja bo'lishi mumkin. Bolalarda eng ko'p uchraydigan gijja bu kunmanga, ya'ni kindik qurti yoki kun lyambili deb ataladi. Uning asosiy alomatlari kechasi orqa chiqishda qichishish, tish g'ichirlatish, ishtahasizlik yoki aksincha ko'p ovqat yeyish, qorinda og'riq va g'azabchanlik. Kindik qurtini uy sharoitida o'zboshimchalik bilan davolash xavfli, ammo shifokor ko'pincha quyidagilarni tavsiya qiladi. Mebendazol gijjani o'ldiradi. Metrandazol esa ba'zida ichki infeksiyada qo'llaniladi, ammo bu dori kindik qurti uchun asosiy vosita emas. Diqqat! Har qanday dori vositasi faqat shifokor ko'rsatmasi bilan berilishi kerak. Gijjalardan saqlanish uchun bolaning qo'lini har doim yuvdiring, tirnoqlarni qisqa tuting, ichki kiyim va choyshablarni har kuni almashtirib turing. Oilada bir kishi gijja yuqtirgan bo'lsa, barcha a'zolar davolanishi kerak. Buni yodda tuting. Gijjani yengish oson, ammo befarqlik qilish xatolarga olib keladi. Siz bolangizga oxirgi marta qachon gijja tekshiruvini qilgan edingiz? Fikrlaringizni izohlarda yozib qoldiring.